BYD Steel 6, BYD Honda ukasi. Bu mashinada men Andijondan bitta benzin bilan Nukusga borganman. Nukusda benzin tugatib olmasdan Urganchga qaytib kelganman, lekin benzin tugamagan. Hozirda buni obzorini ko'rsamiz. Ko'rib turinglar. R18 razmerdagi diska balonlar 225 50 R18. Слепой zona, NFC karta, бесконечный достуp. Mashina narxi 359 million. Head-up display bor. Abduf обогрев bor. Orqa обогрев bor. Rul обогрев bor. Panorama bor. Быстрый беспроводной зарядкасы bor. Tokda yuradigan rejim, tokda 120 km yuradi. Benzin bilan 2000 km masofani bosadi. Men buni общий 2000 km yuradi degan paytda men buni Andijondan Nukusga haydagan paytim 1733 km. Bu Nukusga borib qaytib Urganchga borganim 1733 km bosib o'tganman. Mashinani tezligini 80 70-90 km/soatga haydaganman. Mana qaranglar. Обогрев, orqa обогрев, old обогрев, abduf, обогрев rul, skorost mana bu yerda. Video registrator bor, adaptivniy cruise control bor, avtoparkovkasi bor, 360 gradus kamera bor. Mashina полный наворот. Kelib ko'rib olib ketsangiz bo'ladi. Niyat qilganlar xudo xolasa like bosib qo'ysangiz mana 7 kilovatlik o'zidan tok chiqarsangiz bo'ladi bu to'g'ri. Bu 1.8 lik dacha pachalarga olib ketsangiz bo'ladi o'zi bilan. Batareykasiga 8 yil garantiya, elektronika motorlariga 8 yil garantiya, rus tili, o'zbek tili hamma narsa ishlaydi. BYD приложение ham ishlaydi. Mana akalar. Bu qora rangi, xolisiz jigarrang salon, xolisiz bunaqa salon, xolisiz qora salon, xohlagan rangingizni qilib beramiz. Bemalol kelib, ko'rib, xarid qilib kelsangiz bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiraman, menejerlarimizda aloqa chiqib ketsangiz bo'ladi. Xolisiz необычный rangi mana bu rangidan bor. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Xudo xolasa obzorlarni полный ko'rsataman. Bu yangi pokoleniya gibrid. Расходы 3 litr, 3,5 litr. Yangi pokoleniya gibrid. Akalar, shuncha obzor qildim, like bilan obuna kutib qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.